uyalmay abidgacha uxlayman deysiz, nagli. O'rningizga men uyalib ketaman. Siz kelinsiz, bolalaringiz bor, vijdoningiz yo'q deb yozyapti. Endi asalim vijdoni toza odam. Birovdan qarzi yo'q, halovati bor odam ko'p uxlaydi. Tushunyapsizmi? Vijdoningiz tozami, siz uxlaysiz. Siz любой joyda uxlaysiz. Men avtobusda ketsangiz ham uxlab qolasiz. Bir joyda o'tirsangiz ham uxlab qolasiz. Shovqin bo'lyaptimi, to'y bo'lyaptimi, muzika bo'lyaptimi, farqi yo'q. Uyqingiz keldimi, uxlaysiz. Vijdon tozada, chunki tushunyapsizmi? Ko'p uxlayman men, ko'p. Mana Shaymardonov ham uxlab yotibdi. Vijdon tozada. Birov bilan gaplashib pulini bermay ketmaganda, mana qizlar hammasini pulini berib ketgan 25 mingdan. Bermay qolgani bo'lsa menga aloqaga chiqadi. Men beraman, vijdonimiz tozalab, keyin ikkalamiz ham faqat uxlaymiz. Mana. Ko'ryapsizmi? Shaymardonov ham vijdoni tozada. Shuning uchun asalim xafa bo'lmang. Siz ham mana g'arazli niyatlarni olib vijdon tozalasangiz, mazza qilib mir qilib uxlaysiz. Uyqu sog'liq ko'ravi.